qandaqdir bir xil to'liq tushunish hosil bo'ldi. Yoki bo'lmasa to'liq tushunishga ehtiyoj paydo bo'ldi. Siz tabiiyla bu to'g'ri izlanishga duch kelsiz. Shunga meni o'quvchilar to'xtamay jakarlaydigan nimasi, men bugun sizga nima aytgan bo'lsam, darhol yatoqdoshlaringiz shuni o'rgating. Agar yatoqdoshlaringiz qattiq o'rganish xohlamasa, pul berib bo'lsa-mi, janimadash men bir o'rgatib qo'yadi. Oxirida uni qo'g'lab o'rgatish. Bu xil usulda shu deganda uning bilimi biroqla shuning bilimiga hisob bo'ldi. Shunga mayli siz qandaq narsani o'rganing, buni eng yaxshi o'rganishning usuli nimasi? Birisi 75%lik, ya'ni uni amaliyat ko'rsatish. Amaliyat ko'rsatishning ichidan eng qaltis qaysi esa o'rgatib etish. Mayli dadasi bo'lamdi, yoki apasi bo'lamdi, yoki yatoqdosh, yoki do'sti bo'lamdi, uning vaqt chiqarib, o'rgangan narsa o'rgatib etganda bu xil narsa hargiz esida ko'tarilib ketmaydi. Onundan keyin munozara gruppasi. Biroq nurg'a o'quvchilarning qo'llig'i nimasi? Ustilik uchi. Dars anglaydi, o'qiydi, anglaydi. Bu xil ahvol ostida bek ko'p bo'lib ketganda qancha bo'ldi? 20%. Faqat 20%lik o'z ishida. Bunda vaqtda bunda bolalarda olg'i besish tuyg'usi bo'lmaydi. Olg'i besish tuyg'usi bo'lmagan vaqtda odamlar nurg'un narsalardan zerikadi. Nimishqa ba'zi bolalar darsda chekinib ketadi, chekinganlar chekinaverdi, bilganlar nimishqa bilaverdi deganda, chunki bir odamning ma'lum narsani tushunmasligi uning bearamlik tuyg'u paydo qildi. Odam badani tug'ilishdan boshlab, mayli ro'yatda bo'lsin, mayli badanda bo'lsin, biz bearamlikdan qochamiz. Masalan, birisi bizning qo'limiz chim desa, biz undan tortib olamiz. Mingimizmi ma'lum bir bearam tuyg'uni his qilgan vaqtda bu xil bearamlik tuyg'udan qochadi. Unda esa bir bola dars bilmadi. Buni dars bilmasligining o'zila bearam tuyg'u paydo qildi. Yoki bo'lmasa o'qituvchisi uni ayblash mumkin, yoki do'stlari uni mazoq qilish mumkin. Demak, bu bearamlik tuyg'udan qanday qutulish kerak? Balkim dars tashish mumkin, yoki eng oxirida balkim maktabdan chekinish mumkin. Chunki hech kimning bearamlik tuyg'u ishi kirib olg'isi kelmaydi. Yoki bo'lmasa o'zini ma'lum bir sohaga, yoki kompyuterga, yoki bo'lmasa to'pga, yoki tantarbiyaga beg'ishlash orqali oyatda tatgan ziyonlarni, ro'y ziyonlarini boshqa soha orqali to'liqlab mangadi. Tabiiyki bunday ahvolda uning bilishga nisbatan, o'rganish nisbatan hech qanday qizg'inlik qolmaydigan gap. Shu nurg'un bolalarning maktab berish xusham yo'q. Deginning o'z nima degan vaqtda amaliyotda men ma'lum narsani bilanmadim demakchi. Yoki bo'lmasa ba'zilarning buni o'rganib nima qiladi hech qanday foydasi yo'q deyish mumkin. Biroq bu nimani tushuntiryapti desa, u balkim ashnarsini bilanmagan bo'lishi mumkin. Shu bilanmaslik nimani keltirib chiqardi desa, qiziqishni nolga aylantirib ketadi. Qiziqishni nolga aylangan vaqtda bu odamda hech qanday bir ishtirish kuchi bo'lmaydi. Ba'zi ota-onalar o'zining bolalarini masalan o'rganish qizg'inligini qo'zg'amay turib, to'xtamay olg'a ishtirib yetadi. Bunday olg'a ishtirgan sari odam bu o'quvchi nim paydo bo'ldi desa, uningdan bezorlik paydo bo'ldi. Zo'm-zo'lat. Masalan, bir mashinani biz qo'yib qo'ysak, bu mashinani biz ishchini ochiq qilib o'taldimay, oqidan 5-6 ishtirsak, mang'idi. Tizmangmaydi. Hem uzun mangmaydi. Nemish qolsa, ishtirgish herib ketadi. Demak, bunday vaqtda ota-ona cho'qim ordu degan gap. Bu xil mashina asli mashinaning funksiyasiga ishtirish emas. Balki u ishidan o'talgan vaqtda u balkim boshqa odamlarning so'rab mang'alaydi degan gap. Shunga bir o'quvchini haqiqiy bir balani haqiqiy o'rganish qiziqtirish uchun uningdagi ichki qiziqishni qo'zg'ash kerak. Ichki qiziqishni qo'zg'ash uchun nima qilish kerak deganda, u o'zi qiziqayotgan narsaga bilish kerak. Chunki bilishning o'zi rohat tuyg'u paydo qildi. Chunki siz ma'lum narsani bilgan vaqtda tabiiy yaxshi tuyg'u paydo bo'ldi. Hech bo'lmaganda kishilar sizni yaxshi ko'rdi, kishilar sizni maqtaydi. Buning hammasi odamning yaxshi tuyg'usi. Badan xuddi rohat izlagandek, odam mingisimi rohat izlaydi. Bu xil rohatlik nimani keltirib chiqardi desa, aslida qilayotgan ishning texmo ko'payishni keltirib chiqardi. Biz buni keyingi shartlashni o'rganamiz. Ya'ni odam ma'lum narsani huzur topganda bu ishni qilishning qitim soni yuqorilab bordi. Shunga bolalarning o'rganishni qizg'inligini qo'zg'ash uchun birinchi qator nima qilish kerak deganda, bular o'zi tushunayotgan narsani bilish kerak. Buni bilish uchun qanday qilish kerak deganda, men boyatin piramida shaklini ko'rsatib qo'ydim. Mushning ichidagi eng ostidagi 3ni cho'qim ishlatish kerak. Bunaqa ba'zi o'qituvchilarni diqqat qilish kerak. Umi bir o'qituvchi, bir loyiq o'qituvchi hargiz dars o'tish bilan yoki bolalar topshiriq berishdan cheklanib qolsa olmaydi. U cho'qim bolalarni munozirga o'rlashtirish kerak. Nemishqa bolalar masalan biz kichik vaqtimizda tantarbiya darsiga bordik. Tantarbiya darsi olsam qo'shib ketdik. Nemishqa biz tantarbiya darsini yaxshi ko'ramiz?
Biz o'ylab baqsaq bo'ldi. Tantarbiya darsning alaylik nimasi, u qilayotganishqa o'zi shug'ullandi. Mayli top o'ynasin, mayli sekrisin, mayli tushun topasin, uningga bola o'zi qatnashgan aktiv bo'lgan o'rganish usuli. Shu har qanday bola buning qatnashib oldi. Ammo dars shu deganda dars asosiyatdan bola o'tirdi, o'qitish so'zlaydi. Bu bir passiv o'rganish usuli amaliyotda. Shu bir nadir o'qitish qanday qilish kerak degan vaqtda o'zining o'rgatgan bilimlarini bolalarga o'zaro munozir qilish kerak. Bo'lsa, bola yana bir bolaga o'rgatish kerak. Mana ma'qul aktiv holatda tarbiyalaganda bolalar bundaq darsga o'zidan qiziqib qoldi. Mesela munazirleşken vaqtda. Çünkü o tunji qatim o'zining idisini mayli xato bo'lsin, mayli to'g'ri bo'lsin, u idis o'tirib qo'ya olgan vaqtda bundaq narsalarga tizla kirish ketadi. Nimishqa degan vaqt men bayat degandek, uning rohat tuyg'u paydo bo'ldi. Shunga har qanday ota-ona yoki har qanday o'quvchi, har qanday o'qituvchi ma'lum bir bolaning yoki ma'lum bir o'quvchining qiziqishini qo'zg'ayman degan, uning chuqur bildirish kerak. Bilish bo'lmaydi ekan, qiziqish bo'lmaydi. En ahırda meni agahlandırıp koyduğum nimasi İbn Xavsen mundaq bir nadir gapni qilgan. Ya'ni bilimning originali muhim degan. Bilimning originali muhim degan nimasi, siz mayli qandaq narsani o'rganing, uni chuqum tunji qatim to'g'risini o'rganmasangiz, uni keyin o'zgartirib olmaydi. Masalan, bir bola nimaga o'xshaydi degan vaqtda bulutga o'xshaydi. Bu bulutni biz loy suv chilab qo'ysak, oldik. Bu loy suvni suzuk suv chilsak, o darhol süzülmeydi. Onu qanday qilish kerak deganda qayta suzuk suv onu qayta siqqandan keyin ondan suzuklaşadi. Ammo bu bulutni tunji qatim suzuk suv chilsaq bo'lsa, biroq suzuk suv chiqadigan gap. Shunga kichiklar bolalarning o'quvchilarga o'rgatgan vaqtda ba'zi bilimlarni to'g'ri o'rgatmagan vaqtda bir xato o'tib qo'ysa, buni juymoq bas mushkul ish. Masalan, ba'zi biz mundaq ahvollarga uchraymiz. Ma'lumotdan xato to'lab qo'yamiz. Masalan, Ahmet isimli bir balını biz Ekrem deb to'lab qoldik tunji qatim. Keyin uning ismining Ekrem emas, Ahmet kelgan bilib tursaqmi, bizning og'zimizda Ekrem deb to'lab solamiz. Hatta bir ömür Ekrem, oy Ahmet, Ekrem, oy Ahmet, Ekrem, oy Ahmet. Nimish qolsa tunji qatim xato o'rganib olganda uni tuzatmak bek mushkul hisoblanadi. Masalan, bir bola ishkin qo'z 5 deb o'tib qo'ygan bo'lsa, bu keyin cho'ng bo'ldi. Oliy maktabga o'tgandimi, ishkin qo'zsa 5 deb turib, oy 4 deyish mumkin. Demek har qanday bilimning originali muhim. Bu mening sizlarga bugunlik dars so'zlaydiganim. Undan so'ng bugungi dars to'g'riliq so'raydigan savollaringiz bo'lsa, so'zsan bo'ldi. Siz. Assalomu alaykum, Ali ma'lum yaxshimisiz? Bugungi mushu darsingiz bak yaxshi bo'ldi deb qaradim. Men nurg'un narsani his qilib oldim. Endi anglasam, men bak boshqalardan angladim, men bak havas qildim. Mushu bo'libmi sizniki, mushu 9 oy ichida mushu ingliz tilidan, yana TOEFLdan qanday muvaffaqiyatga o'tib ketgansiz. Yana boshqa mushu chet el tilidan ingliz tili, fransuz tili, mushu german tili qatorliqlarni bildikansiz. Endi sizniki mushu tillarni mushunda tez suratda o'rganishingizda menimcha men bak qiziqdim shu nuqtaga. Sizni biror alaylik bormi, qanday yo'q bo'lsa biror usul bormi, shu bir bizga deb bergan bo'lsangiz. Bu savolga men bek jiq uchrayman. Endi yana bir alaylikim chiqib qopti. Men shu oliy maktab intamizda qistirib o'tib ketishim kerak. Men shu Xinjiang bo'yicha alulalar olib o'tgan. Bu vaqtda bizning qo'shnilarimiz bütün bizning jurt mesela hayran qolgan. Nimish hayran qoldi desa, chunki mening oilamni elib aytgan vaqtda men tinch o'rganish sharoiti bek yaxshi emas edi. Mesela ota-onamning munosabati taz yaxshi bo'lmag'achqa, ularning men ko'ngil bo'lish holati mening boshqa do'stlarim qaraganda yaxshi emas. Unda olsa bu bola qanday qilib bundaqa oliy maktab intamizdan alulalar olib o'tib qoldi. Bu nurg'a odamlarning kallasidan o'tmagan bir savollar qoldi. Keyin men o'zimni yaxshi bir talantli o'xshayman deb mengiverdim. Keyin til o'rgandim. Til o'rgangan vaqtda, bu vaqtda kishilar men oliy maktabdan yaxshi numar olgan vaqtda kishilar buning tabiiy panga talanti va deb buni ma'qul tushundirdi.
Men mo shunda talantim bor o'xshaydi deb tushunib ketaverdim. Keyin oliy maktab chiqdim. Oliy maktab chiqqan vaqtda chet el tili o'rganish qizg'inligining nihoyat kuchliligini bildim. Ondan men oliy maktab chiqqan vaqt bunday qiziqarli ahvol bo'lyapti. Ya'ni bir bola ingliz tilini 6 yil, 7 yil o'rganib, ondan TOEFL emas, uningdan tuvan bo'lgan 4-darajalik imtihondan aran o'tdi ekan. Men kelgan vaqt. Yani bu yerda mening bir kallamda o'tmadi. Bu bir tilni qanday qilib 6-7 yil o'rgandi. Bu arzimaydigan ish deb qo'ydim. Chunki bir odam 6-7 yil bir til o'rgansa, uning bu til orqali boshqa bir bilimlarni o'rganish uchun yana nurg'un vaqt ketadi. Bu hargizmo mening kallamda o'tmadi. Shu vaqtda men bir do'stimga men shu tilni tiz o'rganganligim to'g'risida dedim. Ammo do'stim ayni vaqtda bundaq bir yil, men 1 yil deb o'tirib qo'ygan. Bundaq 1 yilda o'tishning hech kim shakllanmagach, hech kim unda qilib boqmagachqa, ular buni bir xil xomxiyol yoki poetish deb o'yladi. Biroq men o'zimga ishondim. O'rgandim, bir boshdan fransuz o'rgandim, bir boshdan ingliz o'rgandim. Keyin mening tezligim o'rganish tezligim tez bo'ldi. 6 oy bo'lgan vaqtda men o'zimning tayyorligining ravus bo'lganligini, 4-darajalik imtihonning saviyasiga yetganligimni his qildim. Biroq mening bu imtihonni bagim kelmadi. Ya'ni buningdan yuqori imtihonni so'radim. O vaqtda eng yuqorisi TOEFL degan imtihon edi. Keyin men bu TOEFL imtihoniga tizimlatdim. Buni Shinjan universiteti berdi shu vaqtda. Keyin bu imtihonni yuqori numar olgan vaqtda nurg'un ballada bir xil ideyajatin o'zgarish bo'ldi. Asli ingliz tilini unchalar yuqori, unchalar ko'p vaqt sarf qilmasin bo'ldi ekan degan to'g'ri keldi. Hamda bular balkim meni talantli, to'g'miqdori bor deb yana qutulish mumkin. Men buning ishinib keldim. Qachonga ishondim degan vaqtda men bir qatam IQ, ya'ni aql koeffitsiyentini sinaydigan bir savol ishlab baqdim. Men rost aqlliqmi? Bu koeffitsiyent sinagan vaqtda bu 100 numurliq hamda. Mening natijam 70 chiqdi. 70 degan o'ttiral aql va adam menda. Mening ba'zi o'quvchilarimning 80-90, hatto ba'zilarining ama favqulodda aqlliqning 110-120 chiqdi. Oshirib hisoblaymiz. 100 olgan bilan 120 qilib hisoblay olamiz. O'quvchilarim degandan 90-100 ketdi. Men xato hisoblab qo'ygan o'xshayim deb qayta hisoblasam, ikkinchi qatim 68 chiqdi. Demak, bu mening aqliy, haqiqiy aqlim bilan munosabat bo'lmasdan, birsi mening ishonchimdi. Mening ashning o'tib ketish ishonch qildim. Mayli boshqalar o'taliga u mening ishim emas. U boshqa odam. Men boshqa odam. Shu vaqtda mening bu xil tiz o'rganishimga birinchi sababchi bo'lgan narsa emas, mening ishonchim. Chuqum qilan, nemish qilanmayman, chuqum qilam. Chunki burungi zamonda qushqash tili, hayvon tilini tushunadigan odamlar paydo bo'lgan. Uni o'rnida bir odamning tilini tushunish men uchun unchalar qiyin emas deb o'yladim. Mush tariqada o'rganish orqali oxir o'tdim. Demak, bu yerda men nim demoqchi esa, bir odam hargizmi ma'lum narsa talantli, ma'lum narsa talantsiz bo'lib qoldigan ish mavjud bo'lmaydi. Talantli bo'lsa, butun talantli odamning badinda hamma inson bo'ldi. Masalan, bir buvoqning ichida bir buvoq misol olsak, uning ichida injenermi bor. Uning ichida millionermi bor. Uning ichida o'qituvchimi bor. Uning ichida tumuchimi bor. Uning ichida o'g'rimi bor, qotilmi bor. Masala qaysi qismini taraqqiy qildirib chiqarish. Uni har qanday qadam qilib tarbiyalagan bo'ldi. Bu yerga masala qandaqdir uning suyuq shakldagi aqli bo'lmasdan kristal aql degan nimasi, uning o'ziga bo'lgan ishonchi, tajribasimiz kristal aql deb qaraymiz. Shaxmat Danlıq şahmat mahiri Bob Fischer deyilgan bir adam o'tgan. Bu Bob Fischer dünya çempionu Kasparovni o'zining yosh vaqtida bir qatim yengib etgan. Kishilar buni nim degansa shaxmat talanti bor degan. Bu bir odam tug'ilishdan shaxmat talanti olib tug'ilmaydi. U mumkin ish emas. Bob Fischer buning nima deb javob bergansa, men shaxmat talantim yo'q. Meni uning talanti, buning talanti bor dema. Men shu talantli o'ylim g'oyadan shaxmat o'ynab qoldim. Agar men yozuvchi bo'lsam-mi, futbolchi bo'lgan bo'lsam talantli bo'ldim. Bu mening qandaqdir suyuq qiliqi, aqlim bilan munosabat bo'lmasdan, mening xarakterim bilan munosabatlik degan. Ya'ni uning xarakteri nimasi? U Kasparovni yengish ishonch qila olgan. U shu ishonch qilgan vaqtda uning qalbidagi yoki mingisidagi yushin iqtidori qo'zg'alib ketgan. Bu yushin iqtidor degan ajoyib kuchli narsa. Chunki olimlarning hisoboti yoki olim tadqiqoti bo'yicha bir odam eng ko'p bo'lsa aram faqat 7-8% mingisi ishlaydigan. Undan uning qolgan 92-93% mingiz nagitdi.
Demek bizde çeklik kabiliyet mevcut emas. Cheksiz kabiliyet var. Biroq bu nurg'a odamlar bu o'zining bu xil cheksiz qobiliyatini intan cheklik holatga tushirib qo'ydi. Shunga dunyoda 4 o'quvchi bo'lmaydi. Faqat 4 bo'lib qoladigan o'quvchi bor. U faqat 4 bo'lib qolgan, hargiz 4 emas. Nima ish qilsa? Tarbiyalash tufayli. Yoki bo'lmasa uning o'ziga bo'lgan ishonch tufayli. Shunga mening bu xil tillarni o'rganib bo'lishimda hayron qolarlik ish emas. Agar zarur bo'lsa, haqiqatan zarur bo'lsa, men har qanday bir tilni, dunyodagi har qanday bir tilni kitob bilan tayyor bo'lsa, men u til bilan so'zlashadigan odam bilan uchrashmasam, men 3 oy tugitib bo'laman. Nima burun 9 oy tugitib hozir 3 oy tugitdim. Chunki men uningdimmi o'ngay o'rganish usulini bilaman degan gap. Ham mening necha qitimliq tilni o'rganish jarayonida mening kallamda nimsizlik bo'ldi deganda, sen qila olaysan degan narsa Alloh buni o'rnatilib qo'ygan. Mening qila olishimga 3 oy tugitishimga ishindi. Shunga tugitalayman degan gap. Biroq nurg'a odamlarda cho'lsa bundaq siziqsizilmagan, uning nervisida qila olaysan degan narsa bo'lmaganligi uchun uning aslidagi potensial oqiga yenib ketaverdi. Shunga odam bir narsani ufti qozongan, ufti qozonib ketadi. Bu ufti qozonmagan sir tuvalim chiqib ketdi. Nima qilsa mingida shu xil programlashib ketadi. Shunga menga nisbatan bir til o'rganish hech qancha emas, ammo bu mening aqlim bilan munosabati yo'q. Nima bilan munosabat bo'lsa, mening o'zimga bo'lgan tushunchim, o'zimga bo'lgan ko'z qarashim, o'zimga bo'lgan ishonchim. Shu mening yosh o'smirlardan, sizlardan, o'quvchilardan talab qildiganim nima desa, dunyoda 4 odam yo'q. Faqat 4 bo'lib qoldigan odam bor. Bu 4 bo'lib qoldigan odam nima sababli 4 bo'lib qolsa, o'zining tuyg'usi yoki o'zining o'ziga bo'lgan tushunchi tufayli deb bo'lib qoldi. Siz. Assalomu alaykum muallim. Ba'zida maktablarda o'rganishlarda o'quvchilarningki o'zini amin asl qobiliyatini tuvan, men o'rganishga tirishsam men oldiga kirmayman degan ko'z qarashlar bor. Siz bu qarashga qanday qaraysiz?